Altıncı hadis. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diqtinlağa İmam en-Nevevi rahimahullah'nın 40 hadisiga hürmetki sazavar alimlarning bergan sharhisidan 6. hadisni o'qiymiz inshaalloh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 6. hadis. Tercümesi. Ebu Abdullah Nu'man İbni Bişir radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Halal mu iniq, haram mu iniq. Halal bilen haramның arasida kishilarning ko'pinchisi bilolmaydigan shubhilik ishlar bor. Kimiki shubhilik ishlardan saqlansa, dinini ve şerifini saqlab qoladi. Kimiki shubhilik ishlarga tushsa, haromga tushadi. Bundaq kishi beayni mollarini kirish cheklangan rayonning atrofida o'tlatgan. Mollarining u rayonga har qachon kirib qelish xatiri bo'lgan podshohga o'xshaydi. Bilinglarki, har podshohning kirish cheklanadigan bir rayoni bo'ladi. Bilinglarki, Allah'ның yer yüzüdeki çeklengen rayini Allah'ның haram kıyganlarıdır. Bilinglarki, bedende bir parça göç var. U tüzelse bütün beden tüzülüdür. U buzulsa bütün beden buzuludur. Bilinglarki, u yürektir. Bukhari 52. Müslim 1599. numaralı hadis. Şerhi. İmam İbni Hacer Asqalani rahimahullah Fethul Bari'da bu hadisni mundaq şerhilegan. Hadistiki kishilarning ko'pinchisi bilmaydigan shubhilik ishlar bor jumlasining sharhi. Tirmizida insanlarning ko'pinchisi hükmünün halal yoki haromligini bilmaydigan ishlar deb kelgan. Ko'pchilik insonlarning halal yoki haromligini bilmasligi az bir qism kishilarning bilalaydiganligini ko'rsatadi. Ular dal mujtahidlardir. Buningga binoan bir ishning hukmining halal yoki haromligini bilolmaslik mujtahid olim bo'lmagan kishilarning oltidir. Hadisdagi dinini ve şerifini saqlab qoladi jumlasining sharhi. Ya'ni dinini qusur ve kamliqdan, o'zini tanqiddan saqlab qoladi. Chunki shubhilik ishlardan saqlanish sifati bilan tonilmagan kishi musulmonlarning bu vaqtdagi tanqid tanbihlaridan saqlanolmaydi. Hadisdagi bu cümle dinga munosabatlik buyruq ve cheklamalarga rioya qilish ve kishining o'z shaxsiyatiga diqqat qilish kerakligiga ishorat qiladi. İbn Munayyir degan olim ustozi Qubarining tarjima holida uning mundaq deganligini naql qilgan. Makruh, yani bir turkum olimlar hadisdagi shubhilik ishlarni dindagi makruh ishlar deb ko'rsatgan. Makruh banda bilan harom o'ttirisidagi bir ko'rikdir. Doim makruh ishlarni qilg'uchi harom ishga tushadi. Mubah, yani ruxsat qilingan ishlar. Mubahmu o'xshashlar banda bilan makruh orasidagi ko'rikdir. Daimla mubah ishlardan foydalangan kishi makruh ishlarga tushib qoladi. Bu bir güzel mulohizadir. Makruh ishni davomlashtirgan kishining harom ishlarga jur'at qilishi aniqdir. Mubah ishlarni davomlashtirgan kishining makruh ishlarga tushib qolishi aniqdir.
Haram hesaplanmaydigan cheklimiga tushib qelish, harom hesaplangan cheklimiga tushib qelishga kishini ko'ndirdi. Hadisdagi insonning badanida bir parcha go'sht bor jumlasining sharhi. Hadisda faqatla yurakning tilga ilinishi uning badanining hukmroni ekanligidandir. Hukmron durust bo'lsa, hukmronlik qiling'uchilarmi durust bo'ladi. Hukmronning buzilishi bilan hukmronlik qiling'uchilarmi buziladi. Bu hadis yurakning qimmatiga ishorat qilmoqda. Yurakni isloh qilib, to'g'rilashga tashviq qilmoqda. Halol rizqning buningga ta'siri bo'ladiganligini ko'rsatmoqdadir. Bu yerda yurakdan maqsad Alloh subhanahu va taolo yurakda yoki qalbda borliqqa keltirgan tushunchadir. Bu aqlning yurakda bo'ladiganligini ko'rsatadi. Chunki Sura Haj 46-oyatimi buni isbotlaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tercümesi: Ula ziminde seyri qilmadimi? Şunun bilen ula, yani seyri qilib, tushunadigan qalbga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi. Lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. İmam Abu Davud rahimahullohning naql qilganidek, bu hadis dinning asosini tashkil qilgan 4 hadisdan biridir. Bu 4 hadis Munu beytga to'plangan. 4 so'zga mujassam dinning uli, bular eng xayrlik zotning qavli. Shubhini terk et, zahid bol, lag'vini tashla. Amalingni mutlaq bir niyat bilan boshla. Fathul Bari Sahih Buxoriyning 52 nomerli hadisining sharhi. Beytning izohati. Beytda dinning asosi bayon qilingan 4 hadis munulardir. Birinchi, amallar niyatga bog'liqdir. Ikkinchi, dunyodan zohid bo'l, Alloh seni yaxshi ko'rsin. Kishilarning qo'lidagiga zohid bo'l, kishilar seni yaxshi ko'rsin. Uchinchi, kishining islomining yaxshiligi o'ziga munosabatsiz ishlarni tashlashidir. To'rtinchi, harommi aniq, halolmi aniq. Bu ikkisi orasida shubhilik ishlar bor. Shayx Abdurrahman ibn Nasir al-Barrakning bu hadisiga qilgan sharhlaridan ba'zilari tuvandikicha. Allah ve Allah'ның Resulü haram qilgan ishlardan saqlanishning farzligi. Haramga elib boradigan sabablardan saqlanishning farzligi. Elhamdülillah. Yuqorida İmam An-Navavi rahimahullohning 40 hadisi ve hurmatga sazovor olimlarning uningga bergan sharhisidan 6. hadisini anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.